Qadimiy va navqiron Buxoro, tarix nafasi, san'at ruhi bilan yashayotgan bu muborak zamin yana bir bor ijod nafasi bilan to'ldi. Buxoro viloyati musiqali drama teatri nafaqat sahna, balki qalblarni uyg'otuvchi maskan. Bu yerda har bir spektakl bu hayotning o'zi, har bir obraz bu inson ruhiyatining aksidir. Bugun ushbu muhtasham dargoh o'zining yangi sahna asarlarini O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi badiiy kengash a'zolariga namoyish etdi. Tomoshabinlar qalbini larzaga solgan asarlardan biri teatr bosh rejissyori Laziz Navrozov tomonidan sahnalashtirilgan Sulton Raif qalamiga mansub Dodxoh psixologik dramasi bo'ldi. Malikaning ko'z yoshlari pyesasi asosida yaratilgan ushbu asar inson qalbining eng nozik torlarini chertadi. Adolat, iztirob va vijdon o'rtasidagi kurashni yurakdan his ettiradi. Sahna, jimjitlik va birdan qalblarni titratgan ovozlar. Tomoshabinlar orasida o'tirgan talabalar ko'zida yosh, yuragida esa chuqur hayajon bor edi. Bu oddiy tomosha emas, bu ruhiy silkinish, bu o'zlik bilan yuzlashuv demakdir. Ayniqsa, spektakl yakunida zalni uzoq davom etgan olqishlar tutdi. Bu olqishlar san'atga, mehnatga va haqiqatni ayta olgan jasoratga berilgan baho edi. Tadbirga Ubaydilla Omon, Buxoroning asl farzandi, xalq sevgan aktyorning tashrifi esa bayramga yana bir iliqlik bag'ishladi. Tomoshabinlar uning atrofini o'rab olib, samimiy suhbatlar qurdi, esdalik suratlar oldi. Bu lahzalar san'at va muxlis o'rtasidagi mehr rishtalarining yana bir ifodasi bo'ldi desak, adashmagan bo'lamiz. Bugungi kun yana bir bor isbotladi. Teatr yashar ekan, inson qalbi ham albatta yashaydi va Buxoro sahnalarida yaratilayotgan har bir asar bu millat ruhining tirik timsolidir. Roziya Akramova, filologiya fakulteti uchun maxsus.